Hayo, hammaga salom. Bugun drift qilishni o'rgataman. Xo'sh, bitta gap, bitta podpishkim bilan hozir video oldim. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, uzr ming bora. Video saqlanish bo'lmay udalib bo'lib ketibdi. Ming bor uzr. Ko'rayotgan bo'lsangiz agar shu videoni o'zim ham bilmayman qanday saqlanish bo'lmagan. Shuncha video oldik birga. Ana nima deydi, saqlanish bo'lmabdi-da galereyada. Endi montaj qilishga kirsam, qarasam yo'q galereyada. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ming bor uzr. Xo'sh, unda boshlaymiz drift qanday qilishni. Birinchi o'chirtda drift rejimga qo'ya olamiz. Masalan, bironta joy topamiz. Ana hozir masalan ana shu yerga boramiz. Sekingina buni qilib o'tirib, o'zgina ishini 0% qilish kerak. Xo'sh. 0 qilgandan keyin 0 bo'ladi. Просто dronga kirosanglar ham bak bo'lib, yuzi qilaveradi. Balonning narxini qaranglar. Nol bo'lishini kutamiz, xo'sh. Ko'rasizlar, mana bu bittasi qizib ketgan, bittasi qizmayapti. U o'rlak privodniki, bunday qilamiz uni. O'rlak o'tkazamiz, ruchnik tortasiz, ketdi. 68% qolibdi orqaniki. Sekin qizib boshlayapti. Tonirovka beton urilgan teksturada bo'lib qolgan. Xo'sh, bolalar. Mana shunday qilib ketaverasizlar. Xo'sh. Shunday qilamiz. Keyin xo'sh. 0% bo'lishini kutamiz. Qo'l 0% bo'lmabdi. Xo'sh, bolalar, mana ko'rib turganingizdek, ikki chetda skorost ikki chetida 0% ko'rsatib turibdi. Значит, bu shinalar 0% degani. Drift qilishni qaranglar. Ketadi. Ishonmasanglar, drift rejimda emas, ana AVDda turibdi. Полный привод degani. 4 ta balon ham tortadi. Zo'r driftlar chiqadi. 0% qilganlaringizdan keyin. Maslahatim shunday qilib drift qilinglar. Lekin bitta minus tarafi juda ko'p soat 0% qilish kerak-da. Bir nechadir soatlar ketadi. O'rlak balonimizning o'ziga где-то 15-20 minut ketadi. Arqa balonga sal ko'proq 25 minut shunayroq ketadi. Xo'sh.
Agar bular video yoqqan bo'lsa, podpiska, obunani esinglardan chiqarmanglar. Lekin вообще zo'r bo'ladi. Ayniqsa BMWga drift qilish yarashadi. Kruchonniy qilib driftcha qilish kerak-da bunda. Mana qaranglar. Voy, ketadi-yu. Yana прям BMW M6 такой ketdi-yu deyoradi. Такой kettu deyoradi. Прям driftga ideal. Bekorga M6da kirmadim. Chunki yana bitta mashinam bor, BMW E34. U ham 1694da shuna edi. Unda ham zo'r chiqadi. U spesial drift uchun har xil narsalar qilingan. Agar 50 ta like yig'sa, 50 ta emas, 500 ta like yig'sa, o'sha mashinani rozigrish qilaman. Buni emas, o'sha 1695 HP'ligida